İş so'radilaringmi? Mana sizlar uchun ish. 10 soatlik ish. 1 soat obedi bor, 1 soat perikuri bor. Akalar, opalar, bunday ishlar har kuni ham chiqavermaydi. Yotoq joyi, registratsiyasi, obedi bepul. Endi siz ish haqida bilmasangiz ham bo'laveradi. Meni kanalimga podpisatsiya qilib qo'ysangiz, men sizlarga ish topib beraman. Like'ni bosamiz, kommentariy yozamiz. Kimki yangi bo'lsa kanalga podpisatsiya qilib qo'yamiz. Granitsa xizmati. Akalar, opalar, sizlarga komfortli mashinalar kerakmi? Granitsaga dokumentingiz tugaganmi? Borib kelmoqchimisizlar? Beproblema. Ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar. Erkin akaga Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan kelib olib ketadi. Granitsaga olib borib chiqarib, olib kelib yana uyingizgacha tashab qo'yadi. Glavnisi komfortli mashinalar, staji bor akalarimiz ishlaydi bu mashinalarda. Telefon qilib yana Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz. Granitsaga bormoqchimiz desalaring, yanada arzonroq borib olib keladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, bilib turganlaringizdek ish chiqaryapmiz. Videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar, kimki yangi bo'lsa kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyga o'tib kommentariy yozinglar. Qancha ko'p kommentariy yozsalaring, shuncha kommentariyallaringizga qarab ish chiqaradi. Bugungi ishimiz 10 soatlik ish. Obedi bor, perikuri bor, 1 soatdan ekalasi ham yotoq joy beradi, bundan tashqari registratsiya qilib beradi. Ofitsialniy ish kimniki? Pod Moskva dokumenti bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz. Bizga ish kerak. Bizning dokumentlarimiz Pod Moskva dokumenti desalaring, sizlarga ishda adreslarni tashab beradi. Kelasizlar, joylashasizlar bitta xonada. 1 kishi yoki 2 kishi turadi. Undan ziyod odam turmaydi. O'sha yotoq xonasi ham ishxonaning territoriyasida. Nima ish deb so'raysizlarmi? Pilogramada ishlaydi, stanoklarda ishlaydi, yordamchilar kerak, yordamchi shogirdlar kerak, polni ishni o'rgatishadi. Videosini ham qo'yib o'taman, ko'rishlaring mumkin. Shogirdlar kerak, shogirdlarga o'rgatadi ishini, keyin dal shu o'zlaring ishlayverasizlar. Smenasi 3,5 rubldan 10 soat ishingizga 3,5 rubl yoziladi. Bundan tashqari yotog'i, registratsiyasi, obedi yo'q kompensatsiya qiladi. Bular absolyutni besplatni. Marhamat, shunday ishlarni chiqaryapman. Like bosinglar, kommentariy yozinglar, shu videoni tanish-bilgishlaringga tarqatinglar. Har kuni zo'r ishlarni chiqaraman, inshaalloh sizlarning podдержкаларingiz bilan. Sizlar telefon qilib vaqtimizni olib o'tiradi. Iltimos, undaqa akalarimiz, opalarimiz iltimos telefon qilmanglar. Sizlarga o'xshagan bekorchi odamlar yo'q, bitta ishlaydigan odamlar bor. O'zlaring ishlamaysizlar, birovga ham bekorchi qilib o'tirasizlar, birovga ham vaqtini olib o'tirasizlar. Telefon qilishadilar, например, mana allo, aka ish bormi, nima ish deb. Men bu yerda nimani aytib o'tiribman bo'lmasa, ishda aytmasdan turib nimani aytyapman? Bironta сказка aytib o'tirgan yo'qman, yo'q bironta istoriya aytib o'tirgan yo'qmanmi? Ishni tushuntiryapman, постоянно ishni tushuntiraman. Ishda ham videosini qo'yib beraman kerak bo'lsa.
telefon qilib vaqtimizni olib o'tirmanglar, chunki bekorchi odamlar yo'q. Telefon qilgandan keyin 5 minut, 10 minut vaqtni oladi, keyin yana oxirida mayli o'ylab ko'raman dedi, keyin shu bilan yo'qolib ketadi. Yana bir haftadan keyin yana o'sha odam yana telefon qiladi. Yana telefon qilib yana ish so'raydi. Undan tashqari yana shunday odamlar borki, telefon qiladi, 2-3 kun vaqtingizni oladi-yu, keyin shunday yo'qolib qoladi. Yana bir oydan keyin yana o'sha odam telefon qiladi, aytadiki, men boshqa joyga ishga borgan edim, meni kidnap qildi, meni pulimni bermadi. Конечно, kidnap qiladi, chunki siz bizni aldagan bo'lsangiz, sizni ham aldab ketishadi. O'sha uchun konkretniy ishlar kerakmi? Marhamat, mana sizlar uchun konkretniy, ofitsialniy ishlar, zo'r ishlar. Hozir danli moment 50 ta odamga joy bor, bemalol. Kimki xolasa, mana bemalol kelib joylashsalaring bo'ladi. Ekranda 4 ta nomer qo'yaman, 4 ta nomer ham ishlaydi. WhatsApp yoki boshqa nomerlarga bo'ytasiga telefon qilsalaringiz bo'ladi. Telefon kelinglar ishga joylashinglar. Qancha odamlarga yaxshi uslubiya, yaxshi ishlarni chiqara olmasam, odamlar shunchalik yomon joyga boraveradi. Bir xilga odamlar o'ylamayman, kallasi bilan o'ylamaydimi? Qancha yaxshi sharoitlarni yaratib beraversak, ular boshqa joyga ketib olishaveradi. Aldanadigan joylarga ketib olishaveradi. Men tushunmayman bunday odamlarni nimaga bunaqa qilishadi. Keyin aldanib qolgandan keyin menga aloqaga chiqadi, shu yerda aldanib qoldim, pulimizni olib beralasizmi aka deydi. Qo'ylar bunaqa ishlarni qilmanglar. Akalar, opalar, konkretniy ishlaydigan odamlar marhamat, ekrandagi nomerlarga telefon kelinglar ishga joylashinglar. Oyliklaringizni kaknada oylar. Bir oyda 2 marta oyligi bor. Har hafta avans ham beradi. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun sog' omon bo'linglar. Alloh subhanahu va taolo